Assalomu alaykum Javohir o'z obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Chorva ishqibozlari. Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'rg'on mahallada joylashgan Sho'ri mol bozoridamiz. Xudo xolasa 28-yanvar haftaning chorshanba kuni. Hurmatli aka-ukalar, layklarni ayamasdan bosinglar, kommentariyada izohlarni qoldiringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysang, videolarni birinchidan ko'rasizlar. Hurmatli aka-ukalar, Xudo xolasa sigirlarning qatoridan boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb olib beramiz. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab layklarni ayamasdan bosinglar. Hurmatli aka-ukalar, mana boshladik. Mana shu jonivordan boshladik. Assalomu alaykum. Aka, nech pul so'raysiz? Nech pul so'raysiz jonivor? 45 million. 45 million so'rayaptilar. Mana orqalari. Yetuv bo'g'oz. Nechinchi qoringa? Nechinchi qorin? 5-qoringa yetuv bo'g'oz. Mana yelillari. 45 million kami bor deyaptilar. Bozor qancha qildi aka? 35,5 million. Bermadingiz? Qiziqqanlik nomer qo'yamizmi? Qo'yavering. Ayting. 99 lik. 99 111 11 59. Aloqaga chiqsanglar mana. Qancha sut beradi u? 20 taga javob. 20 taga javob deyaptilar. Mana keyingi jonivorlarimiz. Assalomu alaykum. Aka, nech puldan so'rasiz? 18. 18 dan kami bor. Nechinchi qorin bular? 2 ga 3. Qaysi 2? 2 ga 3-chi qorin. Mana bunisi 2-chi qorin, bunisi 3-chi qorin. Qanchadan suti bor? Suti yo'q, qisir yo'q. Qisir bular. Bular qisir ekan. Qiziqqanlik nomer qo'yamizmi? Shut sotaverasiz. Shut sotaverar ekanlar. Charchamang aka. Mana keyingi ona bola. Mana ro'zg'or bobidan yengilrog'idan so'ragan aka-ukalarimiz aka. Assalomu alaykum. Aka, nech pul so'raysiz jonivorga? 28 million so'raysiz. Bolasi xunacha. Qancha suti bor? 8 ta suti bor ekan. Nechinchi qoringa tuqqan aka? Birinchi qoringa, mana bolasi xunacha. Suti 8 ta deyaptilar. Hozir uzoq bir soat. Hali qochmagan aka bu. Qochgani, ikkinchisiga qochgan. 2 oydan oshibdi o'sha. Qochgan ekan. Bozor qancha qotdi aka? Bermadingiz. 25 million qotgan ekan bozor, bermabdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? Ha? Shu sotaverar ekanlar. Charchamang aka. Mana keyingi jonivorimiz. Nech pul so'raysiz aka? 26. Bolasi? Bolasi bu qancha? Mana yonidagi bolasi. 26 million kami bor deyaptilar. Nechinchi qoringa tuqqan aka buni? Yondagi 400. 4-qoringa tuqqan. 4-qorin ekan yonidagi bolasi. Qancha suti bor aka? 6 ta 7 ta beradi deyaptilar. Bozor savdo qildimi buni aka? 23 million. Bermadingiz. Bozor 23 qotgan ekan, bermabdilar mana. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? Ayting. 99 lik 037 05 95. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilib. Mana keyingi jonivorlarimiz. Assalomu alaykum. Aka, nech puldan so'raysiz? Bolasi egiz tuqqanmi bular? Qaysisi? Mana bu egiz tuqqan. Bunisi Orada ham bor. yana qochgan. Nechinchi qoringa tuqqan aka? Ikkinchisi. 2-chi qoringa tuqqan, ha? Bolasi egzi. Ikkalasi ham egzi. Yo, urg'ochmi ikkalasi? Ikkita urg'och tuqqan ekan, yana qornida bolasi bor ekan, dekabrda tuqqan. Dekabrda qochgan. Qochgani? Dekabrda qochgan ekan. 5 oylik bo'lgan. Nech pul so'raysiz bunga? 40 so'rab. Bunga 40 million so'rayaptilar, bu 5 oylik bo'g'oz. Bunga ham 40 so'rab. Bunga ham 40 so'rayapti. Bolasi xunajimmi buni? Ha? Qochib. Nechinchi qorin aka? Qorindagi 5-chisi. Bu yonidagi 5-chisi, Qorindagi. qornidagi 5-chisi ekan. Mana egizchi bor. Xunachilar. Ikkalasi ham mana egiz tug'ar ekan sizga. Qanchadan suti bor aka bularni? 8 taga 10 ta. 10 taga 8 ta. Bozor qancha qildi bularni aka? 28 qildi. Bermadingiz. 37 qilishdi. 37 million qildi, buni 28 qildi bozor. Akanikidan foydasi yo'q lekin. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ayting aka.
90lik 215 43 41. Mana aloqa geçişleri savdo qo'yaverasizlar. Mana keyingi jonivorimiz, mana orqalari. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'raysiz? 30 million so'raysiz. Nechinchi qoring bu? Birinchi qoringi bo'g'asiz. O'sha mana yillar ham osilib qolibdi. 2 haftalarda tug'adi, xudo xolasa. Birinchi qoringi 30 million 2 haftalarda tug'ib qoladi deyaptilar. Bozor asosida qancha qotdi aka? Bermadi. 24,5 million qotgan ekan bozor. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Nomeringizni qo'yamizmi? Aytib qo'yavering. Savdosi bo'lib turgan ekan, shu sotaverar ekanlar. Charchamayman. Mana keyingi jonivorimiz, mana orqalari. Yonidagi bolasi G'unajimmi aka bolasi? Nechinchi qoringa tuqqan? Ikkinchi qoringa. Uchinchiga bo'g'ozmasmi? Hali qochmagan ekan. Qancha suti bor aka? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor deyaptilar, mana bolasi. Yonida bolasi turibdi. Nech pul so'rayapsiz aka? 40 million kami bor deyaptilar ona bolaga. Bozor qancha qildi aka? Bermadi. Bozor 31,5 qildi. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ayting aka. 99lik 898 82 aloqaga chiqsanglar mana. O'zi qo'rasizlar 31,5 ga berilmayapti. Mana keyingi sigirlarimiz. Gibridga nech pul so'raysiz aka? Gibridga 38 kam bor bolasi. 38 million kami bor, bolasi urg'ochi. Nechinchi qorin bu aka? Bu birinchi bolasi. Bu birinchi bolasi. Birinchi bolasi ekan. Qancha suti bor uni aka? Aka ertalab sog'ilib, hozir keldi bozorga. Bozorga. Ertalab sog'ilib, hozir kelibdi bozorga mana. Mana bolachasi. Birinchi qorin. Bu emas, buni bolasi buni. Mana shu deb bolasi. Qancha so'rayapsiz aka? Aka buni 38 kami bor. Bozor savdo qildimi? Yo'q, hozir keldi aka. Bu yonidagisicha. Qaysi buni? Ha. Buni bolasi. Mana shu bolasi. Ha. Bu ham G'unajim. Buni bolasi. Bu uni bolasi. Bular nech puldan aka? 35 dan kami bor. Bu 40 million. 35 million, bu 40 million. Bular nechinchi qorin aka? 4-chi, mana 5-chi bolasi. 5-chi bolasi. Bu ham sizdan. Yakka. Yakka sigir bu. Bu yakka sigir bola, bebola. Ha, bebola. Mana orqalar. 5-6 ta suti bor, 4 ta tuqqan. Bunga nech pul so'raysiz? 17 kam bor. 17 million kami bor. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? 93lik. 93lik 602 602 52 52 02. Aloqaga chiqsanglar. Mana yana bitta bor ekan. Bunga qancha so'raysiz aka? Bolasi ona bola sotiladi. Bular Ona bola 34 bor, birinchi qoringa. ona bolani 34 million qotgan ekan, bermayaptilar. Onasini o'zi 24 bor. Bolasini? Yo'q, Onasini. Onasini o'zini 24 ga bermayaptilar. Qancha suti bor buni aka? 8 ta sog'ibdilar. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Bemalol aloqaga chiqsangiz, sigirlarning tegi sirob ekan. Bemalol savdo qilib, hosil bo'ladi. Instagram, YouTube'da bor. Mana tegi sirob ekan. Bu qator. Ular ham okadan bemalol telefon qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana. Sigir. Nech pul bo'lyapti aka? 31,5 bo'lyapti o'sha sigirimizni. Bor baraka. Davron ishlayapti. Sotildimi aka? 31,5 ga ketdi. Ikkinchi qoringa tuqqan. Mana 31,5 ga barakasi bo'ldi mana shu sigirimizni. 31,5 ga. Mana eski rossiyskiy sigirimizni. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'raysiz jonivorga? 35 million kami bor. Bolasi bormi? Yo'q. Bebola. Nechinchi qorin?
ikkinchi qoringi bug'oz. Necha oylik? 3 oylik. 3 oylik bug'oz. Qancha suti bor aka? 17 18. 17-18 ta sut berayotgan ekan. 3 oylik bug'oz. Bozor astojil qancha qotdi? 28 qoldi. Bermayapsiz. 28 qotgan ekan, bermayaptilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz ham. Ma'lum. Ayting. 90lik 122 40 04. Mana aloqaga chiqsanglar, ismingiz nima aka? Tohir. Tohir aka. Yana bormi bulardan? Bitta emas. Bitta mana shuni o'zi ekan. Barakasini bersin. Mana bu savdo bo'layotgan ekan. Necha pul bo'ldi aka? 28 dan. Qo'yasiz. 28,5 qo'yasiz. Nechinchi qoringa? 4-qoringa. 28 million savdo qilyaptilar. Mana shu. Sotildimi aka? Qancha so'raysiz doda bunga? 30 million so'rashadi. Sizlardanmi? 30 million so'rayaptilar, 28 ga bermadilar. Bo'g'ozmi bu aka? Qochmagan-a? Nechinchi qorin bu? Ha? 3 ta tuqqan ekan. Qancha suti bor aka? 15 ta suti bor. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Sut sotib olasiz. Charchamang. Mana keyingi jonivorimiz. Assalomu alaykum. Aka nech pul so'raysiz? 60. 60 million so'raysiz. Nechinchi qorin bu aka? Ikkinchi qorin. Mana 60 million so'rayaptilar. Bolasi bormi hozir yonida yo'qmi? Mana bolasi, G'unachi. Yana qochganmi aka? Noma'lum aka. Mana yonidagi bolasi. 60 million so'rayaptilar. Qancha suti bor aka? 25 ta. 25 ta suti bor deyaptilar. Qiziqqanlar nomer qo'yamizmi? 97 lik 710 50 16. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilaverasizlar. Mana keyingi g'unajinimiz mana. Assalomu alaykum. Aka nech pul so'raysiz g'unajinga? 30 so'raymiz kami bor. 30 million kami bor deyaptilar. 6 oylik bug'oz. Mana buni qaranglar orqalarini mana. Bozor qancha qotdi aka? 22 qotdi mana bu. 22 bo'tgan ekan savdosi. Javohir o'zi aka. Qiziqqanlar nomer qo'yamizmi aka? 99lik 99lik 492 8004 22 vot savdosi. Ha aka. Aloqaga chiqib mana savdo qilsanglar bo'ladi. Mana keyingi jonivorlarimiz. Assalomu alaykum aka, nech pul so'raysiz jonivorlarga? Ikkalasi bir joyga 45 million kami bor deyaptilar. Nechta tuqqan bular aka? Qaysisi 3-chi qoringa bog'oz? Bu 3-chi qoringa bog'oz, bu 4 ta tuqqan ekan. Qanchadan suti bor aka ular? 10 ta beradi. Qaysi bunisimi? Oq-qora 10 ta berar ekan. Bu bermaydimi? Bu sutdan chiqqan ekan. Bozor qancha qotdi aka? Bermadi. Ikkalasini bir joyga qirib qotgan ekanlar, bermabdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz ham aka. 93lik 576 53 32. Mana aloqaga chiqib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana keyingi sigirimiz. Assalomu alaykum. Doda nech pul so'raysiz? Jonivor. 25 million so'raysiz. Bolasi? Bolasi erkak mana. Nechinchi qorin bu? Birinchi qoringa tuqqan. Bolasi erkak. Bozor qancha qilyapsiz doda uni? 22. Bermadingiz. Bozor 22 qotgan ekan. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ayting. 33lik 796 55 96. Mana birinchi qoringa. Mana bozor sovuq ham yomon tushibdi lekin. Sovuq
Bu ham yomon bo'pti. Mana keyingi jonivorimizni qaranglar. Assalomu alaykum. Aka nech pul so'raysiz jonivorga? 40 million so'raysiz. Bolasi bunacha. Bolasi bunacha. Buni qaranglar orqalarini bolasini. 40 million so'rayaptilar. Mana orqalari. Qancha suti bor aka? 20 ta suti bor. Nechinchi qorin bolasi? 5-qorin. Mana gibrid tug'ilibdi bolasi ham. 20 ta suti bor deyaptilar. Bozor astoydil qancha qotdi aka? Bermadingiz. 34 million qilibdi bozor, bermabdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Aytib qo'ying. Shu sotaverasiz, shu sotaverar ekanlar. Charchamang aka, bozoringizni bersin. Mana keyingi jonivorimizning orqalari mana, yollari. Assalomu alaykum. Aka nech pul so'raysiz jonivorga? 35 million so'raysiz. Nechinchi qorin? Ikkinchi qoringa bug'oz. Necha oylik? 3 oylik bug'oz. Qancha suti bor aka? 10 litr bor. 10 litr sut berayotgan ekan mana. Bozor astoydil qancha qildi aka? Bermadingiz. Bozor 25 qilibdi, bermabdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Aytib qo'ying. Shu sotaverasiz. Shu sotaverar ekanlar.